Uyingiz do'xapga bo'lsa latkil bo'ladigan kaop qilishni o'rganib oling. Uyda bor materiallar bilan attam tez yurak ichi yumshoq intayi yeyishlik oshxona kaoplarim buning yetmas. Yulduz yurak belgilarini bisib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Kaop qilganda go'shni tamlantirish eng muhim. Men bugun bo'yin go'sh ishlatdim. Go'sh ag'aya tilib bering desangiz, mushunga o'xshash tekshir qilib kesib berdik-a. Muvofiq miqdorda suvga 2 qo'shq atrofi tuz silib, videoda ko'rsatgan bo'yicha sinjang, samsaq, so'ng piyozlarni silib, cho'ng ustamning kaop tetitqisidan salji qaraq silib bitimiz. Bularni tekshirlashtirib olgandan keyin, hozir kesib tayyorlab olgan go'shlarni silib, taxminan 2 soat atrofida chilab qo'ysanglar, ajoyib yumshoq pek yeyish chiqadi. Hamda buningga qiyam tayyorlab olaylik. 2 qo'shq bug'doy uni, 2 qo'shq qunaq uni videoda ko'rsatgan bo'yicha tang nisbat bo'yicha silib olamiz. Hamda buni sarg'aytish uchun zappa hamikidan yarım qo'shq silib bitimiz. Ezilmagan zira, ezilgan zira loz undan bir qo'shq atrofida silib bitimiz. Uningdan keyin cho'ng ustamning kaop tetitqisidan bir qo'shq silib bitimiz. Uningdan keyin vejin jijindan tang nisbat bo'yicha bir qo'shq atrofida silib bitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish oilada kaop qilsam ta'mini rangini yaxshi chiqaramayotman degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar, ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Uningdan keyin 2 tal tuxum piyoz suyidan azroq qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin go'shtni milab kavshang silib taxminan 200 gradusda 20 minut atrofida qaqlab pishirib olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq sayda darsimizni o'n qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran tutqi nomer shu. Go'shtni 20 minut qaqlab olgandan keyin ostdan ustiga o'rib, yana 20 minut atrofida qaqlab pishirsak bo'ldi. Amsa do'stlar, ko'rib ketib ketganlar chidamasdaymizku. Inkas rayni g'aqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. Manda kaop qilib, mayli mehmonning oldiga keling yoki cho'nglarning oldiga keling, maqtab turib yeb ketadi. O'rganib oldingizmi?